Yakuza Dubbing eng so'nggi animelar. Ana, ko'rindi. Bu tog'ni kesib o'tsak, navbatdagi stansiya Brassegiya qilichlar shahri. Nihoyat. Siz ham qilichlar shahriga ketyapsizmi? Bu qilichbozning orzusidagi shahar. Albatta shunday. Aytgancha, men ikki qilichli jangchiman. Men esa varvarman. Nima muammo, ikkimiz ham yuqori sinf jangchisimiz. Birga ishlashimiz mumkin. Men senga o'xshagan, kulgili kiyim kiyadigan odamlarning yonida bo'lishni yomon ko'raman. Voy, qanchalik injiqsiz a. Ikki qilichlilar tezlikka tayanadi, shuning uchun yengil kiyinish kerak. Hoy, ikkovingiz ham juda zo'rsiz. Yuqori sinf jangchilari ichida ham sizlarning sinfingiz kuchli. Ha, albatta. Agar qarshi bo'lmasangiz, kuchingizni ishlatib bersangiz bo'ladimi? Orklar to'dasi? Qarang, katta ork ham bor, bu ork qiroli. Uni yiqitish uchun butun guruh yuboriladi-ku. Janob Qochboz, iltimos bizga yordam bering. Hazillashyapsanlarmi? Men zo'rg'a o'zim tirik qolaman-u. Tezroq qochamiz. Men bu joydan chiqishim kerak. Men ham boshqalar uchun hayotimni xavf ostiga qo'ymayman. Biz ham qochishimiz kerak. Voy janob, bu yer xavfli. Ha? U bola shunchalik tez harakatlanyapti-ki, go'yo g'oyib bo'lgan. Chaqqon ekan. Tezligi ham juda ham zo'r. Lekin o'rab olinganda uni ishlatish qiyin bo'ladi. U keyin nima qilmoqchi ekan? U go'yo raqs tushayotgandek. Rostdanmi? Hech shubha yo'q. Bu faqat oliy sinf qilich malikasi ishlata oladigan qarshi zarba, ya'ni qilich raqsi. Ammo qilich malikasi sinfiga faqat ayollar erisha oladi-ku. U buni qanday ishlatyapti? Ajoyib. Ishona olmayman. U ham orklarni o'zi yiqitdi. Muammo hal bo'ldi. Endi Brasegiyaga boramiz. Men bu yerda ozgincha mashq qilib kuchaydim. Janob, menimcha siz allaqachon yetarlicha kuchlisiz. Hoy aka. Siz juda zo'r edingiz. Qaysi sinfda o'qiysiz? Men hech qanday sinfga ega emasman. Nima? Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda. Sinfsiz qahramon. Ikkinchi qism. 空っぽだったこの手に握りしめたたった一つ夢があるから長い夜も高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように種が土割るように先の翼は見捨ててリンカネションリンカネション自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる少年リンカネションリンカネション愛を勇気にして心に翼もつけて今羽ばたけまっすぐにまっすぐに行こう決めた未来へ5 yil avval Voy. Bilasanmi, hozir sen ikki qilich zarbidan foydalanish shekilli, lekin ha, shunday qildim.
Unda men tush ko'rayotganmidim. Bunday narsani tushimda ko'ryapman deb ishona olmayman. Shekilli yuragimda hali ham Arilim sinfsiz ekanligini qabul qila olmadim. Qanday yomon onaman men. Shunday ham yomon ona bo'lishim mumkinmi? Oyi, bu tush emas. Men chinakamiga 2 qilich zarbasini o'rgandim. Ko'p mashq qildim, lekin hammasini o'zim qayta tikladim. Men boshqa ko'nikmalarni ham qayta yaratmoqchiman. Shuning uchun menga qilich malikasining ko'nikmalarini ko'rsatasizmi? Ularni o'rganib olgach, pressegiga borib o'zimni qanday ushlab tura olishni sinab ko'rmoqchiman. Oyi, Bolam eshitdingmi? Ayil chinakam dahodir. oyi, menga shunchaki ko'nikmalarni ko'rsating-da. Janob. Janob. Bresegiyaga yetib keldik. Bu yerda qilichbozlar juda ko'p. Hatto yuqori sinflar ham yetarli. Siz kapami? Men shunchaki haydovchiman axir. Oddiy haydovchi qilichbozlarning ko'nikmalarini darrov aniqlolmaydi. To'g'ri topding. Aslida men yuqori sinf avliyo ritsarman. Unda nega haydovchilik qilyapsiz? Har kuni jang qilish odamni charchatadi-da. Ba'zan sayohat qilish uchun haydovchilik qilib o'zimni yangilayman. Tushunarli. Bunday hayot haqida o'ylamagandim. Agar bu katta shaharga birinchi kelishim bo'lsa, avval bironta gildiyaga qo'shilganing ma'qul. Bu yerda ko'p qilichbozlar jang musobaqalarida qatnashadi, shunday tirikchilik qilishadi ham. Ammo gildiyasiz turnirlarga qo'shila olmaysan. Men shu uchun keldim. Men eng kuchli jangchilar bilan olishmoqchiman. Ehtiyot bo'l. Ayrim gildiyalar yomon bo'lishi ham mumkin. Kavaleriyaga qo'shiling. Biz ritsar sinflarini tashkil topgan sharafli gildiyamiz. O'zaro yuksalish qadriyatini tan olganlar uchun kutib qolamiz. Salom, biz qilich yo'li. Qo'lida qilichi bo'lgan har kimni qabul qilamiz, hatto ovchilar va o'g'rilarni ham. Oy, og'rib ketdi. Bu bola menga qaramay ham chetga chiqib oldi. Lekin bu iste'dod alomati emasmi? Hech narsa yo'q. Nima bo'lganda ham sen ilgari ko'rmaganman. Yangi kelganmisan. Balki gildiya qidirayotgandirsan. Rejam shu. Voy, qanchalik tasodif. Aslida mening gildiyam hozir yangi a'zolar qabul qilyapti. Rostdanmi? Xullas, tadam! Mana bizning gildiyaga qo'shilish shartnomasi. Ol, o'qib chiq. Yo'q. O'qib ham ko'rmasdan shunaqa deysanmi? Hech kim yangi kelganda bunaqa talpinib chaqirmaydi. Faqat kichkina odam yetishmayotgan gildiyalar uchun. Yo'q, bizning gildiyamiz mashhur. Mashhur emas. Qiyinlik qilib o'ynayapsanmi? Unda maxsus bonus qo'shaman. Bir kunlik to'liq uchrashuvda men bilan vaqt o'tkazish huquqi. Menga senga mutlaqo qiziqish yo'q. Bilardim. Bu muomala kimnidir eslatadi. Xuddi singlimga o'xshaydi. O'zini go'yo juda jozibali deb o'ylaydi. Lekin aslida taxtadek tekis. Aytgancha, bu yerda eng kuchli gildiya qaysi? Buni mendan so'rayapsanmi? Yo'q, naqadar qo'pol. Albatta, qora qilich. Ularda 8 ta darajali qilichboz bor. Ular joylashgan joy. Demak, bu qora qilich gildiyasi. Nima xohlaysan? Men qo'shilmoqchiman. Kirish uchun sinovdan o'tishing kerak, yigitcha. Qabul esa orqada. Bu qiziqarli ko'rinadi. Sinovga yozilmoqchimisiz? Biz faqat yuqori darajali qilichbozlarni qabul qilamiz. Iltimos, sinfingizni ayting. Men sinfsizman. Kechirasiz, meni afv eting. Sinfing yo'qmi? Unda afsuski ketishingga to'g'ri keladi. Hoy, eshitdingmi? Yigit sinfsiz ekan. Yomon bo'ldi-da. Hech qaysi sinfsiz gildiyaga kira olmaydi. Hech bo'lmasa, istisno qila olmaysizmi? Agar ruxsat bersangiz, testdan o'taman. Kechirasiz, lekin qoidalar shunaqa. Voy, qara.
Sinf qilichboz. Hech qachon bunchalik yaqin ko'rmaganman. Ularning boshqacha ruhi bor-da. Demak, ketishim kerak. Balki boshqa joyda. Chindan ham. Shunchaki sinovdan o'tish bunchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim. Esladim. Sen Bersiyaga ketyapsan-ku. Men senga eski gildiyamga topshiradigan tavsiyanoma yozib beraman. Ular albatta senga yordam berishadi. Onam boshida keraksizday tuyulgandi, lekin balki oldindan sezgandir. Xo'p endi, bu gildiyani topamiz. Taxmin qilaymi, hali ham gildiya topolmading, shundaymi? Qanday bo'ladi, mening gildiyamga qo'shilmasammi? Sen taslim bo'lishni bilmaysanmi? Rostini aytsam, bizning gildiyamiz tarqalish arafasida. Chunki odamlar yetarli Bu emas. mening muammoim emas. Bunday qilma, iltimos, hech bo'lmasa buni sadaqa deb hisoblash, sendan o'tinch qilaman. Yo'q, rahmat. Nega endi? Yuraging muzdan ham sovuqmi yoki? Mayli unda. Rozilik bersang, oyoqlaringni yalayman ham. Men hech qachon taslim bo'lmayman, eshityapsanmi? Manzil shu atrofda bo'lsa kerak. Hech bo'lmasa bizni ko'rgan-ki. Balki bas qilarsan. Vaqtingni mendan ko'ra boshqa odam izlashga sarflaganing yaxshi. Biz juda yaqinmiz. Mana anavi joy bizniki, mana mening gildiyam. Juda katta-ku. To'g'rimi? Hayratlanarli-a? Aytdim-ku, biz mashhur gildiyamiz. Unda nega odamingiz yetishmayapti? Bilasanmi, gap shundaki. Shuhratdan qulagansiz, shundaymi? Mayli, tan olaman. Biz faqat eski shon-sharafni soyasidamiz. Bizning gildiya hozir juda zaif, lekin ishonch bilan aytaman, biz oltin davrimizni qaytaramiz. Ikki qilich qiroli bizni boshqarsa, ajdarho pancha abadiy yashaydi. Men bo'lgan gildiyami? Uni ikki qilich qiroli boshqargan. U gildiyani o'zining ajdarho pancha nomli mahorati bilan atalgan. Bu onam bo'lgan gildiya. Ichkariga kir. Bu yerga o'tir. Nima? Yangisimi? Hey, dada, yana ichyapsizmi? Doktor ichmang deb sizga aytgandik-ku. Pulni ham o'ylasangizchi. Jim bo'l. Demak, bu ikki qilich qiroli. Lekin uning o'ng qo'li. Qo'y bola, chiqib ket. Bu gildiya barbod bo'lgan. Dada. Voy xudo. Dadam Briskidagi eng kuchli ikki qilichbozdan biri edi. Lekin qo'lini yo'qotgandan beri. Buni ko'rib siz umuman qo'shilishni xohlamay qoldingiz, to'g'rimi? Yo'q, men sizga qo'shilmoqchiman. Ha, men ham shunday deb o'yladim. Nima? Nega? Ishonchingiz komilmi? Men boshqa gildiyaga hatto xohlasam ham qo'shila olmayman. Unda darrov shartnoma tuzamiz. Xo'p, endi ish bitdi. Ismim Ariel, to'g'rimi? Sinfing esa... Sinf yo'qmi? Do'stim, bunaqa hazil qilmang. Bu haqiqat. Mana, sinf hujjatim bor. Agar yashashni xohlasangiz, darrov shartnomani bekor Nega? qilganingiz ma'qul. Chunki odat bo'yicha har bir gildiyaga qo'shilgan odamda kamida qilichbozlik mahorati bo'lishi kerak. Shunaqami? O'zingni bunchalik baland tutganingga men seni sinfsiz deb o'ylamagandim. La'natlar bo'lsin, sendan nima foyda? Bizning gildiya baribir barbod bo'libdi. Nima bo'ldi, Liliya? Seni qichqirig'ingni tashqaridan eshitdim. Rayner! Gildiyamizga odam topganimdan xursand edim, lekin u sinfsiz ekan. Sinfsiz? Bo'lishi mumkin emas. Bu sen ekansan? Sen kimsan? Ha, meni esolmaysanmi? Biz bir qishloqdamiz, birga mashq qilardik. Yo'q, bunday deya olmayman. O'ylab ko'r, 5 yil avvalgi vaqtni esla. Yo'q, jiddiy aytyapman.
Men aniq eslab qolgan bo'lardim, agar shunday go'zallikka duch kelganimda. Go'zal. Hazilni bas qil. Ha, lekin men eslayman, kimdir bilan jang qilgandim. Lekin u Evansning o'g'li edi. Evansning faqat bitta qizi bo'lgan. O'sha menman. Ah, demak u qiz ekanda. Kechirasan, seni o'sha odam deb o'ylamagandim. Ha, ehtimol men boshqa ko'rinaman. Sochlarim juda uzun kestirgan edim. Yana boshqa narsalar ham o'sibdi. Yo'q, hech narsa emas. Rayner, bu sen ilgari gapirib bergan sinfsiz bolami? Sen jangda yenga olmagan. Ha, o'sha. Ishona olmayman, sen buni hazil qilyapsan deb o'ylagandim. Ha, bunday hol deyarli eshitilmagan narsa. Lekin endi men unga yutqazmayman. O'tgan 5 yil ichida men ancha kuchaydim. Yaxshi, bu juda yaxshi imkoniyat. Pastda mashq maydoni bor. Keling, eski kunlar uchun jang qilamiz. Ruxsatmi? Bu mashq maydoni. Anchagina keng ekan. Rayner, sen haqiqatdan ham bu sinfsiz bola bilan jang qilmoqchimisan? Ha, u kuchli. Men uni yengishim kerak. Xo'p, unda. Yaxshi, lekin juda ham oshirib yuborma. O'rningizni egallang. Boshlang. Egizak qilish zarbasi. Xuddi 5 yil avvalgidek ko'nikma. Uning zarbasini bekor qilishim bilib, yana qilyaptimi? Nima bo'lyapti? Nega sening hujuming baribir tegdi? E'tiborsiz qoldirding. Aytdim-ku, men kuchayganman. Bu qilich oddiy qilichlardan taxminan 5 marta og'irroq. Faqat bir xil ko'nikmalar bilan qarshi chiqib meni yenga olmaysan. Power Blast men ko'nikmasidagi Brute Strike tufayli mening zarbalarim avvalgidan ham kuchliroq uradi. Men seni o'sha ulkan kuchim bilan yiqitaman. Yuqori darajadagi qilichboz sinfi. Yillar davomida juda ko'p mashq qilding shekilli. Faqat kuchli uribgina qolmay, zarbalaring ham tezlashibdi. Agar shu tarzda davom etsang, sen meni yutasan. To'g'ri aytding. Lekin buni menga aytishing kerakmidi? Endi kuchingning siri nimada ekanligini bilaman. Menga baribir. Aslida agar biroz yengillik bermasam adolatli bo'lmaydi. Lekin agar tezliging chegarasi shu bo'lsa, unda zarba olishimga hojat ham qolmaydi. Bema'nilik. U qochib qoldi. Tutdim uni. Qachon orqaga o'tding? Qilichim senga tekkan edi-ku aniq. Sen ham e'tiborsiz qolding. Bu soya edi. Soya ko'nikmasi? Imkonsiz, bu hatto qilichbozlar orasida ham eng oliy darajadagi ko'nikma. Qanday qilib sen bunga qodir bo'lding? Senmi shun bola? Oddiy qilib aytsam, men juda tez harakat qilishni o'rgandim. Bu bunday oddiy bo'lishi mumkin emas. Xullas, juda ko'p mehnat qildim. Yana mendan o'tib ketyapsanmi? Bu ham soya edi. Nima? Men senga zarba berganimda, sening himoyang deyarli kamaymadi. Ajoyib. Power Blast mendagi gaz ko'nikmasi ham bor. Sening qilich zarbalaring menga haqiqiy zarba bera olmaydi, lekin meni zarbalarim esa Unday bo'lsa. Uptime Counter. Bu qilich malikasi qarshi hujumi. Uni onam yaxshi ishlatgan. ishonib bo'lmaydi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ariel g'alaba qildi. Nega? Nega yana yutqizdim? Juda kuchaygan edim-ku baribir. Sen juda kuchli eding. Lekin men undan ham kuchli bo'libman. Rayner, mana muqaddas suv ich. Rahmat. Ariel, sen Raynerni yig'latib qo'yding. Ha, lekin men uni maqtadim-ku. Men yig'laganim yo'q. Aslo yig'layotganim yo'q. Yana yutqazdim. Axir men oxirgi 5 yil ichida juda qattiq mehnat qilgandim-ku. Dragon Fanga xush kelibsiz. Biz seni gildiyamizga qabul qilishdan xursandmiz. Bu butunlay 180 gradusga burilish. Ha, men boshidan beri senga ishonganman, Ariel.
Qiziq gap. Axir sen meni avval deyarli yeb qo'ygandek eding-ku. Balki u mening soyam bo'lgandir. Xo'p, mayli. Baribir men shartnomaga imzo qo'ydim. Ha, to'g'ri. Lekin aytchi, nega bu gildiya butunlay yiqilayotganini aytding? Ya'ni bilasanmi? Biz qarzdormiz. Qancha qarz? Rostdan ham so'rashing kerakmi? Hammasi joyida. Bir haftadan keyin gildiyada musobaqalar boshlanadi. Faqat yutishimiz kerak. Shunda qarzlarimizni yopamiz va hatto ortiqcha pulga ega bo'lamiz. Lekin qatnashish uchun kamida 3 kishi kerak. Shuning uchun men zo'r berib yangi a'zo qidirdim. Shunday vaziyatda u qiz qolib ketgani ham achinarli. Rayner masalasida esa Biz jang maydoniga tayyor jangchilarni xohlaymiz, chaqaloqlarni emas. yana rad etishdimi? Lekin keyingisi albatta chiqadi. Sen juda ham ajoyibsan. Hunaringda meni gildiyamda charxlashni xohlaysanmi? Otam uni olib kelgandan beri u gildiyaning sodiq a'zosi bo'lib kelmoqda. U o'zini unga qarzdor his qiladi, shundaymi? U avvalgidan fazilatli. Xo'sh, unday bo'lsa xavotirlanishga hojat yo'q. Faqat o'sha musobaqada yutishimiz kerak. Ha, chamasi shunday. Nima bo'ldi? Ancha xavotirlanyapsan-ku. Yo'q, aslo bunday emas. To'g'ri, faqat yutishimiz kerak. Oson masala, lekin uchovimiz 5 kishilik guruhni yengishimizga to'g'ri keladi. Ularni qanchalik kuchli ekanini esa bilmaymiz. Xo'sh, bu qiziqarli eshitilyapti. Qiyin raqiblar bilan jang qilib, ko'nikmalarini oshirish. Aslida shu sababli shu yerga kelgandim. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Ego va Jayronaxon. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr bolajonlar. 果てしなく続く空その広さに決意がひるむこのままじゃ嫌なんだそう言って漕ぎ出した誓いは揺れない当たり外れで勝ちを決めるなよ僕だけの道で僕を生きていけ神様